Sizning ichingizdagi ovoz, ya'ni o'z nafsingiz tomonidan yozilgan kitob, mashhur Aziz Mahmud Xudoiyning nafsni qanday yengani haqida so'zlab beradigan, aslida yig'lab, butun qalb bilan o'qiladigan "Men bas qil ey nafs" nomli kitobining mazmunini 10 daqiqada bilib oling. Bu kitobda aynan kimningdir hayoti haqida emas, balki inson va uning o'zi bilan kurashi haqida hikoya qilingan. Ichimda bir ovoz bor. Dunyoga kelibmanki, o'zimniki deb o'ylaganim o'sha ovoz bor. Hech to'xtamagan, har doim shivirlab turgan ovoz. Kimdir uni ichki ovoz desa, yana kimdir uni menlik deb ataydi. Ammo eskilar buni nafsning ovozi, nafs deb atashadi. Nafs zahardir, nafs dushmandir. U hech qachon tina olmaydi. Sizning ham ichingizda bir ovoz siz bilan gaplashadimi? Siz jim bo'lgan paytingizda ham u gapiraveradi, shundaymi? Quloqlaringizga nimalarnidir pichirlaydimi? Yolg'iz qolgan paytingizda shu g'alati ovoz siz bilan so'zlashadimi? Men siz bilan dardlashadigan o'sha nafs haqida hikoya qilib beraman. Lekin bu kitobni nafsingiz tilidan xitob qilinadigan bir hikoya deb qabul qilgaysiz. Ammo shuni bilingki, qalbimizga mana shularni masxara qilgan ham nafsimizdir. Bizlarni ishdan qoldirgan, aldab-suldagan ham nafsdir. Va hatto ichingizdan bir ovoz sizga bu kitobni aslo o'qima, bu videoni ko'rma deyayotgan bo'lsa, bilingki, bu ham ana o'sha nafsning ovozidir. Har bir kitobning o'z egasi bor deydilar. Ajab emaski, bu kitob faqatgina siz uchun yozilgan bo'lsa. Ushbu kitob turkiyalik yozuvchi Fotih Duman tomonidan yozilgan. Kitobda muallif tomonidan hayotida bir qissa haqida o'qib, u haqidagi mulohazalar aks etadi. Qissa o'sha mashhur inson Aziz Mahmud Xudoiy hazratlarining o'z nafsini yenga olgani haqida. Aslida bu kitobni 10 daqiqaga sig'dirib bo'lmaydi. Vaqtni tejash uchun keling yozuvchi bilan bo'lgan voqealar, uning mulohazalarini emas, nafs va Aziz Mahmud Xudoiy qissasini aytib bersak. Nafs: ey inson, sen meni juda yaxshi taniysan. Biz har doim birgamiz, lekin sen mening kimligimni bilmaysan. Sen nafas olganingda men ham nafas olaman. Gapirganingda men ham gapiraman. Hatto sen men bilan gaplashasan ham, lekin kimligimni bilmaysan. Kel, unda men senga o'zimni tanishtiray. O'tgan kunlaringni bir eslab ko'rgan kechirganlaringni, eshitganlaringni, bilganlaringni, aytganlaringni, boshqalardan yashirgan ishlaringni eslagin. Hammadan yashirdim deb o'ylagan qilmishlaringni hali hech kimga oshkor qilmagan, gunohligini bilsang ham baribir qilavergan ishlaring haqida o'ylaysanmi? Qilmishlaring uchun yig'laysanmi hech? Gunohlaringdan uyalib, ko'zingga yosh kelganmi o'zi? Bo'ldi, yig'ishtir, to'xta deb ayta olasanmi o'zingga? Bilaman inson, hammasini bilaman. Bilganim uchun ham sen ularni qilyapsan. Avval xato qilasan, keyin gunohlarga qo'l urasan, keyin esa bir muddat pushaymon bo'lib tavbaga yuzlanasan. Hech kim ko'rmadi, hech qanday guvoh yo'q deb o'ylaysan, lekin men hammasiga guvohman. Har xato qilganingda, har gunoh qilganingda men sening yoningdaman, yonginangdaman. Sen meni bilasan, lekin gunohlarining sababchisi men ekanimni bilmaysan. Men seni juda yaxshi taniyman, lekin sen meni tanimaysan. Munjo g'ofilsan. Yarim kechasi hali tong yorishmasdan sen hali issiqqina ko'rpangda yotganingda azon ovozini eshitib, o'rningda turmoqchi bo'lganingda to'xta. Yana biroz yotsang-chi, hali vaqt bor-ku degan ovozni eshitsingdami? Yo'lda bir tilanchi ko'rib cho'ntagingni kavlab, boringni bermoqchi bo'lganingda hammasini berma. Endi o'zingga nima qoladi? Bular gadoylikni kasb qilib olgan, bermaslik kerak deb qo'lingni qaytargan, vijdoningga qarshi borgan menman. Nomahramga ko'zing tushmasligi uchun o'zingni olib qochganingda seni unga qarashga undagan, meni bir pasingan bo'lib qiblaga yuzlanib namozga qo'l bog'laganingda xayolingga dunyoviy narsalarni olib kirib seni chalg'itgan menman. Bu dunyoga nega kelganingni, bu dunyoda yashashdan asl maqsading nimaligini, o'limni, bandalikni, vazifalaringni, haqiqat va adolat tuyg'ularingni unuttirgan ham o'zimman. Har gunoh qilganingda nariroqda seni tomosha qilgan ham, qo'lingda Qur'on yoki boshqa foydali kitob tushsa ko'zlaringga uyqu keltirgan ham, uyquga yotganingda vijdoning ovozini o'chirgan, ko'zlaringga yosh emas, kulgu keltirgan, xayrli ish qilish o'rniga gunohni tavsiya qilgan ham menman. Dunyodagi birinchi inson odam ato yaratilganda ham men uning yonida edim. Yer yuzidagi so'nggi inson bilan ham birga bo'laman. Menga qarshi juda ko'p odamlar kurashdi. Ko'plarini yengdim, lekin yengilgan paytlari ham bo'ldi. Lekin men ularning orqasidan qolmadim. Doim ular bilan birga bo'ldim. Hozir esa sen bilanman. Hali ham tanimadingmi? Men har doim sen bilanman. Men senman, sening nafsingman. Lekin bilib qo'y, men bilan jang qilish oson emas. Meni yengishing uchun eng avvalo o'zingni yengishing, mendan emas o'zingdan voz kechishing kerak. Uzlatga chiqib, odamlardan uzoqlashib, kam yeb, kam uxlab, kam gapirib, o'z nafsini qiynab, lekin aslida mening adabimni berib, meni mashaqqat chuquriga tashlaganlar ham bor. Senga ana shunday chanda qoldirganlardan birini aytib bermoqchiman.
U qanday qilib burnimni yerga ishqalaganini so'zlab beray. Sen menga doim quloq solasan. Shunga o'xshab yana yaxshilab eshit. Men senga nafsi bilan, ya'ni men bilan mujodala qilgan aziz Mahmud Xudoiy haqida hikoya qilib beraman. Mahmud Fazlulloh o'g'liga, ya'ni Qozi Mahmud afandiga, keyinchalik esa boshqacha nom Aziz Mahmud Xudoiy deb tanilgan zotga uchradim. Mahmud Fazlulloh o'g'li Uchhisorda dunyoga kelib, Savrihisorda tahsil oldi. 20 yoshlarida ilm olish niyatida Istanbulda yashaydi. Usmoniylar saltanati podshohi Sulton Sulaymon davrida ilm va san'at, ijtimoiy hayot yaxshi edi. Yigit kichik Ayosofiya masjidi madrasasida Nazirzoda Ramazon afandiga shogird tushdi. U ilmga shunchalik chanqoq ediki, nima qilsam ham uni ilmdan qaytara olmadim. U o'z yo'lidan voz kechmadi. Keyin xonaqohga bormoqchi bo'ldi. Men esa uni qaytarishga muvaffaq bo'ldim, chunki xonaqohda qalb ilmi o'rgatilar edi. Agar u yerga borsa, holimga voy, o'lganim shu. Shuning uchun qachon xonaqohga borish istagi kelsa chalg'itaverdim, lekin bu urinishlarim ko'pga cho'zilmadi. Vijdon meni yengdi, u xonaqohga qatnay boshladi. Istagimga erishish uchun ko'p o'tmadi. Bir necha yil o'tgach ustozi uni o'ziga yordamchi qilib oldi. U endi uning ishi bor edi, oylik ham olar edi. Lekin men shu holatda ham kamchiliklarini topib doimiy yo'ldan ozdirishga harakat qilaverdim. Ustozi Nazirzoda Ramazon Edirnadagi Salimiya madrasasiga mudarris qilib yuborilganda, men unga yana tashlandim. Ustozing ketganda sen ham bu yo'llarni tashlab, qishlog'ingga qayta qolgin deb. Lekin ustozi uni ham o'zi bilan olib ketdi. Ustozi bilan Shomga, Misrga birga bordi. Ustozi endi uni Mahmud emas, Mahmud afandi deb murojaat qilar edi. Uning borgan sari ilmi ziyoda bo'lib bordi. Ular Bursaga qaytib kelganida ustozi Bursaning eng katta qozisi, olimi bo'ldi. Mahmud afandi esa Farhodiya madrasasiga mudarris bo'ldi. Ustozi vafot etgandan keyin men endi ustozining o'rnini egallayman deb o'yladim. Uning qayg'usini dunyo bilan chalg'itish uchun kurashdim. Nima uchun buncha qayg'urasan? Bo'ldi, ustozing bu dunyodan o'tdi. Endi qaytib kelmaydi, lekin sen tiriksan. Endi Bursaga eng e'tiborli, eng hurmatga sazovor kishi sensan va boshqalar bilan. Boshida gaplarim yoqqanday bo'ldi. Keyin xayolidan o'tgan fikrlari uchun pushaymon bo'lib astoydil tavba qildi. Endi u qozi bo'ldi. Xalq oldida martabasi oshdi. Martabasiga yarasha bo'lishi, to'kin hayot kechirishi kerakligi uchun juda kurashdim. Xullas, ba'zi kurashlarimda g'alaba qozongan hollar ham bo'ldi, ba'zilarida esa aksincha. Lekin ko'p hollarda kelishib yashadik. Ish va tashvishlar bilan ovora bo'lib, oxirat haqida kam o'ylar edi. Bir kuni u kechga yaqin ishdan charchab kelganda Qur'on o'qishga harakat qildi. Juda qattiq kurashdim, foydasi bo'lmadi. Mushafdan to'g'ri kelgan bir sahifani ochib o'qiy boshladi. Men unga uyqu pardasini torta boshladim. Qur'on oxirat haqida edi. Juda qiyin bo'ldi kurashish. Oxir men yutdim. Uning ko'zlari yumila boshladi. Nihoyat u uxlab qoldi. Keyin u bir tush ko'rdi. Hammasi shu tushdan keyin boshlandi. Juda qiyomat bo'lib, har kim amallari bo'yicha javob berayotgan emish. Qozi Mahmud bir chekkada bularning barchasini tomosha qildi. Shu payt ustozi Nazirzoda Ramazon paydo bo'ldi. Qarasa ustozi zor yig'layapti. Uning joni azobda edi. Ustozining ko'zi unga tushib qolib, unga bir bo'g'inli bir so'z aytdi. U anglay olmadi. Nima dedi? Sas dedimi? Nafas dedimi? Yoki nafsmi? U dahshatdan qattiq cho'chib uyg'ondi. Usti boshi jiqqahul bo'lib ketgan edi. Juda ko'p o'yladi. Qur'ondan o'sha sahifani qayta o'qiyverdi. Oxiri o'zi qidirgan oyatni topdi. Unda shunday yozilgan edi. Nomai a'molingni o'qi. Bu kun o'z nafsing o'zingga qarshi yetarlicha hisobchidir. Qozi birpas shu so'zlarni takrorlab turgach, ko'zlaridan yoshlar to'kildi. Keyin lablaridan 4 ta so'z otilib chiqdi. Ey nafsim, sen kimsan? dedi. Shundan keyin men haqimda juda ko'p o'ylar, o'ziga o'zi savollar berar, men esa kurashni qattiq davom ettirayotgan edim. Yana o'sha savollarni berardi. Bir kuni Qozi Mahmud afandining oldiga Bursadagi bir Bakir degan kishi hajga borganini da'vo qilib keldi. To'g'rirog'i uning xotini shikoyat qilib kelgan edi, chunki bu yil hajga bormasam xotinim taloq degan, hajga borishga chaqasi ham yo'q edi. Endi esa 2-3 kunda hajga borib kelganini aytayapti. Qozi o'rganib chiqib hojilarning kelishini kutib, ulardan haqiqatda borganini aniqladi. Bakir afandining bildirishicha, kimdir kelib qo'lidan ushlab, ko'zlarini yumishni, keyin ochganda Ka'bai muazzamada bo'lganini aytib beradi. Keyin o'sha kishi eski furush Mahmud afandini topishdi. U esa shayxi Iftoda hazratlari sababli bo'lganini aytadi. Bo'lishi mumkin emas, qanday qilib? Shunda chol, Allohga osiy bo'lgan shayton har ishni qila olishga ishonasan u Allohning izni bilan Allohning bir do'sti qila oladigan ishga nima uchun ishonmaysan? Qozi bu gaplardan larzaga tushib qattiq titroq bosdi. Xullas keyin u eski furushi Mahmud afandidan surishtirib Iftoda hazratlarining oldiga bordi. Men
Allohning do'sti bo'lishni, ilm olishni, agar qabul qilsangiz talabangiz bo'lishni xohlayman dedi. Iftoda hazratlari bu yer uning uchun emasligini aytib qaytardi. Hamma narsamdan voz kechishga tayyorman deb yolvordi. Nafsingchi, uni ham tark qilasanmi? Bu eshikdan bu xonaqohga kirish uchun 3 narsadan voz kechishing kerak dedi iftoda hazratlari. Mol-mulk, maqom martaba va nafsingdan. Men esa o'lgandan battar bo'ldim, chunki iftoda meni juda yaxshi taniydi. U meni qanday qiynashni biladi. Mahmud afandi qozilikdan voz kechdi, kiyimlarini almashtirdi. Iftoda hazratlari ko'rsatmasi bo'yicha bozorda jigar sotdi. Men unga shuncha harakat qilsam ham qaytara olmadim. Hattoki u jigarchi keldi, kelib qoling, olib qoling deb baqirdi. Bozor o'rtasida, olomon o'rtasida. Men uning yaqiniga yo'lay olmadim ham. Har kuni nafsini yengish bilan shug'ullandi. Jigar sotishdan keyin tahorat xonalarini tozalash bilan shug'ullandi. Xullas nafsni, ya'ni meni shunchalik xor-zor qildiki, oxir oqibat men unga xizmat qilishni boshladim. Bir kun iftoda, bundan keyin men demagin, men degan so'zni menlikni unutgin, o'tam, faqatgina u bor degin, men emas, u degin. Allohni qanchalik ko'p zikr qilsang, menni shunchalik ko'p unutasan dedi. Mahmud afandi bu yerda hayotini o'zi xohlagandek o'tkazdi, nafsini yengdi. Bir kuni Basraga yangi qozi kelayotgan edi. Xalq uni kutib olishga chiqqan. Hamma yoqda shovqin. Mahmud afandini yana yo'ldan ozdirishga harakat qildim. Avvaliga devona Mahmud dedi. Endi xursand bo'lganimda boshini changallab, ko'zlaridan duv-duv yosh oqib, "Ey nafsim, nega hech bas qilmaysan?" men bilan gaplashayotgan edi. Nafsim, shu paytgacha mening bo'ynimdan ip o'tkazib olgan eding. Qayerga istasang o'sha yerga sudrading, esingdami? Endi esa men o'sha arqonni sening bo'yningga o'tkazaman. Seni qattiq azoblayman. Shoshmay tur, hali meni tark qilish uchun yalinib yolborasan. Qozi shunday deb o'zini tahoratxonaning kesaklariga otdi. Soqollari bilan yerni supurdi. "Bas qil ey nafs, bas qil" deb yig'lar edi. Nihoyat men taslim bo'ldim. Aziz tomoshabin, asar yarmining mazmunini yetkazishga harakat qildik. Aslida asar 300 bitdan iborat bo'lib, 150 bitning muhim joylarini o'qidik. Hali oldinda Mahmud afandining qanday Aziz Mahmud Xudoyi taxallusini olishi, ustoziga tahorat suvini qalb otashi bilan isitishi, ustozining o'limi, uning sayohatlari, Usmoniylar sultonlari bilan bo'lgan voqealar, ayniqsa nafsni jilovlashning yana qanday yo'llari, nafsning qanday yo'llar bilan bizni o'z nomiga, o'z ta'siri doirasida ushlashi haqida siz uchun ibratli risolat bor. Kitobni shu yerda to'xtatib, qolganini o'zingiz o'qishingizni tavsiya etamiz. Chunki ushbu kitobni aslida qisqartirib mazmunini aytib bo'lmaydi. Bu kitobni bor vujud bilan voqealarga guvoh bo'lib o'qish kerak. Ushbu ilmni siz uchun ulashdik. Yana ko'plab kitoblarning mazmunini bilib olishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Videolarimiz boshqalarga ham tavsiya etilishini istasangiz, yaqinlaringizga ushbu ilmni ulashing. YouTube algoritmiga ko'ra like bosish orqali ko'pchilikka tavsiya etilishida o'z hissangizni qo'shing.